Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun ko'radigan ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi neft va gaz konlarining ishlash usullarining samaradorligi bo'lib, ma'ruzamiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchi rejamiz neft va gaz uyumining ishlash usullari, ikkinchi rejamiz neft uyumlarining ishlatish tarzlari hamda uchinchi rejamiz neft konlarini ishlatishni amalga oshirish. Uyumni ishlatish deb quduqlarni joylashtirish, ularning sonini, ishlatishga tushirish tartibini belgilash hamda ularning ish rejimi va qatlam kuch balansini o'rnatish orqali qatlamdagi suyuqlik va gazlarni oluvchi quduqlarni boshqarishga aytiladi. Uyumni ishlatish vaqtida sharoitlar mutanossibligi ishlatish tizimini belgilaydi. Ishlatish tizimini o'zi esa quduqlar joylashishi, ularning soni va ularni ishlatishga tushirish tartibi hamda qatlamga ta'sir qilish usullari orqali bir-biridan farq qiladi. Quduqlarning joylashishiga qarab tizim bir tartibli va notekis turlarga bo'linadi. Uyumlarni ishlatish usullari, demak, uyumning ishlatish tarzi deb neft va gazni qatlam bo'ylab quduqlar tubiga harakatlantiruvchi va tabiiy sharoitlar hamda qatlamga ta'sir ko'rsatish bo'yicha tadbirlar bilan bog'liq bo'lgan qatlam energiyasining ustun turini yuzaga kelish xarakteriga aytiladi. U yoki bu tarzning xarakteri haqida vaqt mobaynida neft miqdori, qatlam bosimi, gaz omillarining o'zgarishi, chekka va ostki suvlarning siljishiga qarab xulosa chiqariladi. Uyumdan flyudlarni quduqlar tubiga siljishi va siqib chiqarishi qatlam energiyasining asosiy manbalari bo'lgan tabiiy kuchlar ta'sirida yuzaga keladi. Ma'lumki, neft uyumlari muayyan tarzlarda ishlaydi va o'sha tarzning barcha holatlarini o'z ishlash jarayonida boshdan kechiradi. Professor Jdanovning ma'lumotlariga qarab, neft uyumlarini quyidagicha ish tarzlari, ya'ni rejimlarga mansub bo'ladi. Birinchisi suv siquvi tarzi, ikkinchisi taranglik suv siquvi tarzi, uchinchisi gaz tarzi yoki gaz do'pisi tarzi, to'rtinchisi erigan gaz tarzi hamda beshinchisi gravitatsion tarz va oltinchi aralash tarzlar. Bularni alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, suv siquvi tarzi neft uyumi umumiy katta hajm va hududga ega bo'lgan gidrodinamik tizimdan iborat gidrogeologik havzalarga mansub bo'ladi. Ushbu havzadagi holat aksariyat infiltratsion tarzga mansub bo'lib, ularning ta'minoti va bo'shanish hududlari mavjud. Bu holat ko'p muddatga cho'zilishi mumkin. Aksariyat holatlarda suv neft chegarasi yaqinida joylashgan quduqlar suvlana boshlaydi va vaqt o'tishi bilan o'sha quduqlarning suvlanishi ortib, hatto 90-100% gacha borishi mumkin. Chunki bunday hollarda neft suv chegarasi uyumdagi suvga yaqin bo'lganligi sababli ularning tarkibida suv aralashib suvlanganlik ortib boradi. Bunday tarzga mansub konlarda agarda kollektor yaxshi bo'lsa, neftning qovushqoqligi past bo'lsa, quduqlar zichligi ham yuqori bo'lsa, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridagi East Texas konini oladigan bo'lsak, neft bera oluvchanlik eng yuqori ko'rsatkichga yetishi mumkin, ya'ni 0.7-0.8 ga teng bo'lishi mumkin. Agar uyum xilma-xil kollektorlarga mansub bo'lsa, neftning qovushqoqligi anchagina yuqori bo'lsa, hamda neft bunday holatlarda neft beruvchanlik 0.3-0.4 darajagacha qolishi mumkin. Ya'ni qatlamdagi mahsulotni faqatgina 30-40% olishimiz mumkin ekan. Qolgan neftlarni esa sun'iy ta'sir etish yo'llari bilan olishga erishiladi. Ya'ni qo'shimcha energiyalar, qo'shimcha xarajatlar ta'sir ettirish orqali neftlar olinadi. Ikkinchisi taranglik suv siquvi tarzi. Demak, bu neft uyumi umumiy katta maydonga ega bo'lgan gidrogeologik havzaga mansub bo'lib, lekin uyum bilan bu gidrogeologik havzaning o'zaro bog'liqligi biroz cheklangan. Bunga asosiy sabab sifatida gidrodinamik sistema bilan uyum o'rtasida katta uzilma mavjud bo'ladi va u suvlarning harakatiga to'siq bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda esa uyum atrofida kollektorning o'tkazuvchalik xususiyati anchagina yomonlashib qolgan bo'lishi mumkin. Xuddi shu sabablarga asosan uyum bilan katta hajmga ega bo'lgan gidrodinamik tizim o'rtasida yaxshi erkin aloqa mavjud bo'lmaydi va bu aloqa ba'zan anchagina susaygan bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda ishga tushirilgan uyumdagi quduqlar dastlab favvora usulida ishlab, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin esa favvora to'xtashi kuzatiladi.
Uyumlarda mavjud suvlarning siqiluvchanlik koeffitsiyentlarini quyidagi ifodalar orqali topishimiz mumkin. Ya'ni neftlarning siqiluvchanlik koeffitsiyenti, qum toshlarning siqiluvchanlik koeffitsiyenti va tog' jinslarning siqiluvchanlik koeffitsiyentlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, qatlamning siqiluvchanlik koeffitsiyenti quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Bunday tarzga ega bo'lgan konlarda kollektorlik xususiyatlari yaxshi va neft suyuq bo'lsa, ya'ni qovushqoqligi kam bo'lsa, neft beruvchanlik ko'rsatkichi 0.5 0.7 ga teng bo'ladi. Agarda kollektor xilma-xil tog' jinslaridan xilma-xilligi yuqori bo'lsa, bunday holatda neft quyuq bo'lsa, neft beruvchanlik koeffitsiyenti 0.25 0.35 atrofida qolib ketishi mumkin. Bunday holatlarda albatta qatlamga sun'iy ta'sir etish usullarini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bunday konlar hozirgi kunda ham ishlab turibdi. Tuymazi, Ramashkino, Janubiy Olamushuk, Anderson, Polvontosh va boshqa ko'plab konlar shu sharoitda ishlayotganligini misol keltirishimiz mumkin. Gaz do'ppisi tarzi, bu tarzda neft uyumi hududidagi asosiy harakatlantiruvchi kuch bu gaz do'ppisida mujassam bo'lgan gazlarning bosim pasayishi tufayli kengayishi hisobiga hosil bo'ladigan kuchlardir. Bu holatda aksariyat suv neft chegarasi deyarli surilmaydi va bu tarz jarayonda qatlam bosimi bir me'yorda olingan neft miqdoriga mutanosib ravishda pasayib boradi. Shu sababli bosim pasayishi hisobiga olinayotgan neft miqdori vaqt birligida deyarli o'zgarmas bo'lganligi uchun uyumning zaxiralarini hisoblash mumkin bo'ladi. Neft beruvchanlik bunday tarzda konlarda esa demak turli xil miqdorlarga ega bo'lishi mumkin. Qulay sharoitlarda ularning ko'rsatkichi 0.4 0.5 ga teng bo'lsa, past ko'rsatkichlarda esa 0.2 0.3 atrofida bo'lishi mumkin. Shuni qayd qilish joizki, Farg'ona vodiysidagi Polvontosh konining 7-gorizontida gaz do'ppisi, suv siquv va gravitatsion tarzlardan mujassam bo'lgan oraliq tarz, ya'ni rejim bo'lganligi uchun hamda quduqlar to'ri ancha zich bo'lganligi sababli yuqori neft beruvchanlikka erishilganligi ma'lum. Ya'ni 0.7 dan yuqori bunday tarzda ishlaydigan konlar respublikamizda talaygina topiladi. Bunday tarzda ishlovchi konlarda suv neft chegarasiga suv haydash, gaz neft chegarasiga gaz haydash bilan kondagi neftlarni siqib chiqarish va neft beruvchanlikning yuqori natijasiga erishish mumkin. Erigan gaz tarzi. Bu tarzda neft quduqlar tubiga asosan neft tarkibidan bosim pasayishi natijasida erigan gazning harakatlanishi tufayli o'sha harakat natijasida o'zi bilan neft tomchilarini birga olib ketishi hisobiga paydo bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu tarzda na cheka suvlari, na gaz do'ppisi neftning harakatiga ko'mak bermaydi. Bu holatda quvvat juda kam bo'ladi. Shu sababli bu tarzda dastlabki quduqlar favora bermaydi. Quduqlarda suyuqlik quduq ichiga bo'ladi va chuqur nasoslar tushirish natijasida olinadi. Qatlamning ishlash tarzi erigan gaz tarziga aylanadi. Bunday hollarda chekka suvlar biroz faolroq bo'lsa, aralash tarz sodir bo'lishi mumkin. Agar ular juda passiv bo'lsa, erigan gazning o'zi hosil bo'ladi va uning energiyasi tezlikda tugaydi. Agar kollektorlik xususiyatlari qatlamda yaxshi bo'lsa, neft ancha yengil va qazilgan quduqlar to'ri zichligi ancha yuqori bo'lsa, neft beruvchanlik koeffitsiyenti 0.3 atrofida bo'lishi mumkin. Aks holda esa bu koeffitsiyent 0.15 0.2 atrofida bo'ladi. Gravitatsion tarz. Bu tarzda qatlamning harakatlantiruvchi kuchi faqat uning gravitatsion kuchi, ya'ni tortishish kuchlari bilan bog'liq bo'lib, suyuqlik past tomonga qarab oqishiga asoslangandir. Bunday harakatda neft uyumiga na suv, na gaz energiyasi namoyon bo'ladi. Shu sababli bu tarzda uyum eng past darajadagi neft beruvchanlik koeffitsiyentiga ega bo'ladi. Chunki qatlamdagi neft faqat pastga tomon qarab gravitatsion kuch evaziga harakatlana boshlashi hisobiga mahsulot olinadi. Bunday qatlamlarda shaxta usuli bilan neft chiqarish usulidan ham foydalanish mumkin bo'ladi. Bunday uyumlarda neft beruvchanlik 0.1 0.15 dan ortmaydi. Sharoitga taqozosiga qarab ish yuritilsa maqsadga muvofiq bo'ladi bunday konlarda. Ya'ni bunday konlarni ishlatish har doim ham samarali bo'lavermaydi. Lekin energiyaning kamayib borayotganligi, ya'ni neftning kamayib borayotganligi hamda energiyaga ehtiyojning ortib borayotganligi hisobidan bunday konlarni ishlatish ham ba'zi holatlarda maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Keyingisi aralash tarzlar. Bu tarzda bir vaqtning o'zida erigan gaz tarzi, taranglik va suv siquv energiyalari namoyon bo'ladi. Bu tarzda ko'pincha gazlangan neft aralashmasi va ozod gaz
suv bilan siqib chiqarishdek ko'riladi. Qachonki qatlam bosimi demak quduq usti bosimidan demak quduq tubi bosimidan kichik bo'lganda bosim neftlilik konturida bo'ladi. Ya'ni bunday tarzning afzalligi ikki tomonlama suyuqlik oqimi hamda neft qatlamiga bir vaqtning o'zida suv, neft va gaz neft konturlar chegaralarining bostirib kelishi sodir bo'ladi. Neft konlarini ishlatilishini amalga oshirish demak neft uyumlarini ishlatish 4 ta bosqichga amalga oshiriladi. Birinchi bosqich neft o'zini o'suvchi qazib olish, ya'ni neftni o'suvchi qazib olish amalga oshiriladi. Ikkinchisi neft qazib olishning maksimal sathga ko'tarilishi va barqarorlashishi. Uchinchi bosqich neft qazib olishning pasayish davri va to'rtinchisi neft qazib olishning so'nggi bosqichi, ya'ni tugallanish yoki yakuniy qoldiq neftlarni qazib olish deb ataladi. Birinchi bosqichda yangi quduqlarni burg'ilab ishga tushirilish hisobiga neft qazib olish o'sadi. Bu davrda neftning suvsiz qazib olishga to'g'ri keladi. Birinchi bosqichning so'ngida esa ayrim quduqlarda suv paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi bosqich kon qazishlar boshlangandan keyin 4-5 yil davom etadi. Ikkinchi bosqich ishlatuvchi quduqlarda barcha choralarni qo'llaydi. Maksimal neft qazib olish darajasi saqlab turilish amalga oshiriladi. Loyihaviy sathga chiqish uchun suv haydash va qatlam bosimini saqlab turish, turli xil geologik texnik tadbirlar amalga oshiriladi hamda katta uzatuvchi nasoslar o'rnatiladi. Uchinchi bosqichda esa neft qazib olishning pasayish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda neft quduqlarining suv bosishini o'sishi paydo bo'ladi. Qatlam bosimining kamayishi kuzatiladi. Quduqlarni ta'mirlashga chiqish davrlari to'g'ri keladi. Bunday konlar respublikamizdagi ancha neft konlarida kuzatiladi. To'rtinchi bosqich demak yakuniy yoki tugallovchi bosqich deb. Demak 4-bosqichda neft qazib olishning debiti past darajada ko'proq qatlam suvlar olina boshlaydi. Demak bunday konlarda demak endi qatlamning suvlanganligi yuqori bo'ladi. Hurmatli talabalar, sizlarga taqdim etadigan ma'ruza mashg'ulotimiz shulardan iborat edi. Keyingi ma'ruzalarga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.